Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Omonat dunyoda omonat bo'lgan otajon va onajonlarimizni rozi qilish, qadrlash har bir farzandning burchidir. Ularni shirin so'zlar bilan ardoqlab, duolarini olishdan ko'proq savobliroq ish yo'q bu dunyoda. Lekin hamma ham ota-onasiga dil izhorlarini, mehr-muhabbatini o'z tili bilan izhor eta olmaydi. Shu sababdan tabriklarim loyihasi orqali bugun ham bir komil farzandning baxtiyor otajon, onajonlariga qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nasibaxon opa bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, to'g'ri bog'landingiz men bilan. Opajonim, salomatmisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat, o'zingizmi? Uydagilar hammalaring yaxshimisizlar? Alhamdulillah, yaxshi, rahmat. Sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Men loyiha boshlovchisi. Rahmat. Men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Ko'p amallartirib bezovta qilmadingiz, vaqt anglatdim. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dil izhorlari va tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, aynan kimlar sizga dil izhorlari yo'llaganlarini? Qoyil. Kutmagandim, syurpriz bo'ldi. Bu judayam, musofir yurtda yurganida judayam go'zal syurpriz bo'ldi. Endi kimdan bo'ldi ekan bu syurprizlar endi? Taxminlaringiz bormi qalbingizga yaqin insonlaringiz, oila a'zolaringizdan? Syurprizlarga qalbimga yaqin ham farzandlarim bor, kelinlarim bor. Endi menimcha shulardan ekan, Albatta. Sizni tabriklab farzandlaringiz, Xurshidbek aka, kelinlaringiz, nabiralaringiz va barcha yaqinlaringiz, qadrdonlaringiz nomidan o'z tabriklarini yo'llab, qizingiz Nargizaxon opajonimiz bizga murojaat qilganlar. Qoyil o'zi bitta qizim bor, bitta o'g'lim bor. Judayam to'lqinlanib ketdim bu tabriklarni eshitib. Opajonim bizga judayam chiroyli tabriklarni yozib qoldirganlar va ushbu tabriklarini chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizni iltimos qilganlar. Agar ruxsat bersangiz, salomat bo'ling. Agar ruxsat bersangiz, tayyor bo'lsangiz o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Eshitaman. Xo'p bo'ladi. Tayyorman. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum onajonim, nur yuzli farishtam, duogo'yim. Bugun tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz, muborak 60 yoshingizni nishonlar ekansiz. Qalbimdan, ko'z o'ngimdan yoshlik emas, sho'xliklarimiz sizni qiynab, gohida aytganingizga kirmay, gohida sho'xliklar qilib, sizni ko'p qiynagan vaqtlarimiz ko'z o'ngimdan o'tmoqda. Onajonim, bugun ulg'ayib sizning chekkan dardlaringiz, siz bosib o'tgan qiyinchiliklaringizni his qilyapman. Onajon, yoshlik qilib ba'zida juda ham ko'p dilingizni og'ritgan bo'lsak, bizni kechiring. Allohim umringizni ziyoda qilsin, rizqingizni ulug' qilsin, martabangizni esa bundan-da baland qilsin. Bunda yoshlarning ko'pini ko'rib yuring. 100 yoshlaringizda ham biz bilan bizni duo qilib yuring. Hech ham xasta bo'lmang. Siz dunyodagi eng mehribon, eng samimiy, judayam oq ko'ngil insonsiz. Ko'zlarimning nuri, jannatimning kaliti duogo'yim, sizning borligingiz bizning baxtimiz. Onajon, o'ylasam, siz bizni bizdan-da ko'proq yaxshi ko'radigan, biz haqimizda bizdan-da ko'proq o'ylaydigan insonimiz siz ekansiz. Dunyoda yakkayu yagona do'stimiz siz ekansiz. Onajonim, tez kunlarda Allohim sizni baytlariga chaqirsin. Inshaalloh birgalashib borishliklar, xojonalar bo'lib yurishliklarni Allohim nasib aylasin. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu, maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizning ijobatini ko'rsatsin va har ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin. Onajonim, garchi bu dil izhorlarni har doim ham o'zingizga o'z tilimiz bilan izhor eta olmasak-da, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Hamrohingiz baxt, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Yuzingizdan kulgu tabassum tark etmasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz.
Bugun boshimizga kelgan sinovli kunlarda mardonavor turib, farzandlaringiz uchun musofirlarda ishlab yurgan onajonim. Allohim qiyinchiliklaringizni ajrini har ikki dunyoda bersin va sizni ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin. Eng mehribonim onam, yaxshi insonim onam, baxtimga omon bo'ling o'zimning jonim onam. Ikki ko'zimning nuri, hayotimning sururi, yuragimning huzuri o'zimning jonim onam. Yuzlari nur oyligim, ikki dunyo boyligim, duogo'y chiroyligim o'zimning jonim onam. Eng mehribonim onam, dardga darmonim onam, baxtimga omon bo'ling o'zimning jonim onam. Onajonim, yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz, ezgu orzularingiz bo'lsa, barchasiga yetishib yuring. Tez kunlarda yana bag'rimizga eson-omon qaytib, chiroyli hayot kechirishlarni Allohim nasib aylasin va ushbu sinovli kunlardan chiroyli o'tib, biz orzu qilgandek hayotda yashashni Allohim nasib aylasin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz onajonim. Baxtimizga doimo sog' bo'ling deya qizingiz Nargizaxon opamiz o'z dil izhorlarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga, farzandlaringizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz, dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Rahmat Madinaxon, yashang qizim, umringizdan baraka toping siz ham. Farzandlarim, dilbandlarim, Nargizaxon, Xushbegim, kelinim, farzandlarim, hammalaring, nevaralarim, 9 ta nevaram bor Madinaxon meni, hammalaring. Maşallah. Umrlaringdan baraka topinglar. Bugun judayam boshlarim ko'kka yetdi. Shunday g'uborlarim tarqab ketdi, jonim bolajonlarim. Hammamiz orzu havaslarimizga yetkazsin Allohim. Musofir yurtlarda yuribman. Hammamiz yaxshi kunlarda yana birga bo'lishlik nasib qilsin. Hammalaringda oltin boshlaring omon bo'lsin. Xudo xolasa to'y tomoshalar qilib yaxshi kunlarni ko'rishlik nasib qilsin hammamizga. Juma namozlarini hajlarga borib o'qishlikni peshonamizga aytsin. Allohim baytlarda sayr sayohat qilishlikni hammamizga nasib qilsin. Allohim yo'llarimizni ochsin, omadimizni bersin. Hech qachon qiyinchiliklar ko'rmaslikka, yaxshi kunlar sog' salomatlikda, tinchlik omonlikda, huzur halovatda, rohat farog'atda tashakkurlar aytadigan holatdaman. Allohim sinovlaringni beryapsan, har qanday sinovlaringda farzandlarim bilan, nevaralarim bilan kamarbasta bo'lib, hamjihatlikda bardam baquvvat bo'lib yengib o'tib, Allohim suygan farzandlariga dard berarmish, Allohim suygan farzandlariga sinovlar berarmish. Mana shunday sinovlarda birdamlikda, xotirjamlikda o'tib olishlikni Allohim hammamizga jumlai mo'minlarga tilayman. Shu bilan birgalikda sizlarga ham tilayman, o'zimga ham tilayman. Farzandlarim hamisha umrlaring uzoq, rizqlaring baland bo'lsin. Nimaiki orzu havaslaring bo'lsa, havaslaringni ko'ringlar. Allohim qo'shqoni bilan qo'sha qolsin. Mana shunday eng xafachilik kunlarimiz, mana shunday tug'ilgan kunlarga, to'y tomoshalarga o'tsin. Xudo xolasa Allohim. Judayam boshim ko'kka yetdi. G'uborlarim chiqib ketdi. Judayam kutmagandim syurprizlaringda, jonim bolajonlarim. Olinglar, oldirmanglar, to'linglar, to'kilmanglar, hamjihatlikda, bekami ko'z, huzur halovatda, hammamiz birgalikda jam bo'lib yashashlikni, umr surishlikni Allohim nasib qilsin. Jumlai mo'minga nasib qilsin, jumlai mo'min qatorida bizga ham nasib qilsin bolajonlarim. Nimaiki orzu havaslaring bo'lsa, tilaklaring bo'lsa, hammamizga birga bo'lishlikni nasib qilsin Allohim. Farzandlarim, nevaralarim, jumlai mo'min juma namozlarida hajlarga borib ehson qiladigan boylardan bo'lsin hammalaring. Go'zal tilaklarim hammasi sizlar uchun farzandlarim. Men ham vaqt kelsa sizlarni xafa qilgandirman, yaxshi tarbiya bera olmagandirman, yaxshi bekam ko'z tarbiya qila olmagandirman, bekami ko'z o'sa olmagandirman. Mabodo shunday ishlar bo'lgan bo'lsa, Allohim sizlardan farzandlarim mendan xafa bo'lmanglar. Hammasi yaxshi bo'ladi.
hammasi yaxshi bo'ladi deb orzu bilan yotib, reja bilan turganimiz ma'qul bolajonlarim. Hammasi ham zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, Xudo xolasa to'y tomoshalar qilamiz. O'sha uylarda chiroyli farzandlarim bilan, nevaralarim bilan, rohat va rohatda sizlar bilan huzur halovatda yashashni nasib qiladi Xudo xolasa. Farzandlarim orqaga chekinmanglar. Men borman. Xudo xolasa sizlar uchun men borman. Meni onajonim rahmatli. Men borman qizim, men borman derdi. Dadajonim men borman, biz bormiz deyadi. Mana shu uchun sizlar uchun ham men borman. Xudo xolasa sizlar uchun men borman. Sizlarni qanoqlaringman, sizlar meni qanoqlarimsizlar, farzandlarim. Hamisha omon bo'linglar, baxtimga sizlar borsizlar. Sizlar baxtlaringga men borman, bolajonlarim. Madinaxon, sizga ham, farzandlaringizga ham, oilangizga ham, mana shu guruhlaringizga ham hammasiga ham ming bor tashakkur jonim qizim. Sizga ham oltin boshlaringiz omon bo'lsin, farzandlaringiz, xo'jayinlaringiz hammasi juma namozlari xayrlarga borib ehson qiladigan bo'ylardan bo'lsin. Umringizdan baraka toping. Juda ham sevindingiz, mana shunday musofirda yurganlar bormi? Qanday insonlarni mana shu yuraklariga go'zalliklar olib qilayotganligingiz uchun bundan ham martabangiz yuksak bo'lsin. Do'st dushmanlarning oldida yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Hammamizning yuzlarimiz yorug' bo'lsin. Allohim hammasiga ko'rsatganingga shukr Allohim. Endi boringga shukr Allohim. Umrlaringdan baraka topinglar qizim. Rahmat. Inshaalloh aytganingiz kelsin, juda ham chiroyli duolaringiz va chiroyli dilizxorlaringiz o'zingizga ham yor bo'lsin. Inshaalloh 100 yoshlaringizda ham mana shunday mamnuniyatliklar ila sizga chiroyli qilib tabriklar qilishliklar yana bizga ham nasib aylasin. Farzandlaringiz bag'rida inshaalloh. Rahmat qizim. Salomat bo'ling. Rahmat qizim. Eng bor rahmat. Juda ham sevindim qizim. Nihoyatda quvondim qizim. Juda ham mamnunmiz sizni sevintirib olganimizdan. Ko'zlaringizga quvonch ko'z yoshlari, qalbingizga biroz quvonch, yuzlaringizga kulgu tabassum ulashib olganimizdan benihoyat xursandmiz opajonim. Inshaalloh tez kunlarda Alloh ham yana nasib qilib farzandlaringiz bag'riga qaytarib sizni chiroyli dasturxonlar atrofida chiroyli har kuningiz bayram, to'y tomoshalar bilan o'tishligini tilakdoshiman opajonim. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat Madinaxon, Allohim ajrini bersin qizim. Allohim ajrini bersin. Ming yashanglar qizim. Rahmat. Tavallud topgan kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. Kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat. Hammalaringga ming bor rahmat qizim. Allohim ajrini bersin. Allohim nima havaslaring bo'lsa, o'z havaslaringga yetkazsin Allohim. Inshaalloh. Yuzlaringizdan mana shunday chiroyli ovozlaringizdan Allohim bundan ham chiroyli qilib, chiroyli nimalarni yetkazib berib, mana shunday ko'ngillarga quvonch olib kirayotganligingiz uchun ming tashakkur qizim. Allohim ajrini bersin hammasi uchun. Allohim sizga nima deydi? Bundanda go'zal martabalaringizni yuksak qilib qo'ysin qizim, Xudo xolasa. Rahmat. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat. Rahmat qizim, asal qizim. Sizga ham rahmat. G'oyibona bo'lsa ham siz bilan bog'lanib turganimizdan juda ham mamnunmiz opajonim. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' va salomat bo'ling.